O'zbekiston va Qirg'iziston qardosh mamlakatlar o'rtasidagi do'stlik, birodarlik aloqalarining tobora yuksalib borayotganligi har ikki xalq vakillari uchun birdek quvonchli. Qirg'izistonning Batkent viloyatida tashkil etilgan do'stlik festivalida bu yana bir karra namoyon bo'ldi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Jahongir Sobirov lavhasida tanishasiz. Ikki qo'shni davlat O'zbekiston va Qirg'iziston xalqlarini et bilan tirnoqdek bir-biridan aslo ajratib bo'lmaydi. Ularning urf-odatlari, an'ana va qadriyatlari ham bir-biriga juda o'xshash. So'nggi yillarda davlatimiz rahbarining dadil va qat'iy tashqi siyosati tufayli chegaralarda yuzaga kelgan to'siqlarga, qiyinchiliklarga barham berildi. Bu esa ikki mamlakat fuqarolarining o'zaro bordi-keldilari tiklanishiga va birgalikda do'stlik tadbirlarini o'tkazishga imkoniyat tug'dirdi. Mına bugün biz Batken jergesinde Örük Gülü Festivali'nde oturuz. Bu festival yıl sayın belgilenip geldi. Bu Taşkent, Özbekistan Dostluk Festivali'den ve Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan bolu şunday yılığa Dostluk Festivali uyuşturulup gelecek. Mana O'zbekistonda hunarmandlar qatnashyapti, milliy hunarmandchilik mahsulotlarini ko'rgazmasi bo'lyapti. Sizga ma'qul tushdimi O'zbekistondan kelgan mahsulotlar? Albatta bizga ma'qul tushdi. Biz bu yoqdan va idish oyoqlarini ko'rdik. Bizga ayvay yoqdi, do'stlik. Biz fikr almashdik, suylashdik. Ular bilan biz bir-birimizni tushundik. Buldagi bunday ko'p aloqa berib bunday qarim-qatnashni bildirdi. Tadbir doirasida tashkil etilgan qishloq xo'jalik, ayniqsa o'rikdan tayyorlangan mahsulotlar, shuningdek milliy hunarmandchilik va trikotaj mahsulotlari ko'rgazmasi chindan ham ishtirokchilarda katta taassurot qoldirdi. Farg'ona viloyatida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning sifati va narxi Batkent viloyati aholisiga juda ham ma'qul keldi. Biz mana shu O'zbekiston tumani Qudash Murvat uyi nogironligi bo'lgan ayollar internat uyidan keldik. Mana shu festivalda biz o'zimizda nogironligi bo'lgan ayollarimizni ishlab chiqargan mahsulotlari to'qigan, mana shunday chiroyli gullarni yasagan mahsulotlar bilan qatnashyapmiz. Biz kelishimiz bilan Qirg'izistonda aholisi mana ishlab chiqargan mahsulotlarimizga qiziqishi juda ham kuchli bo'lib, yarmarkada narsalarimiz tez-tez sotilib ketyapti. Biz bundan xursand bo'ldik. Ayollarimizni ishlab chiqargan mahsulotlarni sotyapmiz. Shuningdek, ikki davlat hunarmand va tadbirkorlari o'rtasida hamkorlikni yanada mustahkamlash hamda So'x, Rishton va O'zbekiston tumanlarida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni Batkent viloyatiga eksport hajmini oshirish bo'yicha kelishuvga erishildi. Tadbirda so'zga chiqqan Farg'ona viloyat delegatsiyasi vakillari tomonidan tashkil etilayotgan bu kabi do'stlik tadbirlari davlatlarimiz rahbarlari tashabbusi bilan yangi bosqichga ko'tarilgan hamkorlik va do'stlik aloqalarining natijasi ekanligi yana bir karra e'tirof etildi. Yaqinda bo'lib o'tgan sammitni bir natijasi ham to'g'ri bo'ladi. Mana odamlar xursand, mana xudoandachilik, do'stlik aloqalar kundan kunga mustahkamlanib boryapti. Men nima demoqchiman, bu festivalda asosan mana nomi o'rgulaganda, lekin bitta asosan urg'u do'stlikka berilyapti. Aytish mumkinki, ikki qo'shni davlat O'zbekiston va Qirg'iziston yetakchilarining bunyodkorlik tashabbuslari tufayli ikki mamlakat xalqlari qalbidan do'stlik va qarindoshlik, hamjihatlik urug'i joy olgani festival davomida yana bir marta o'z ifodasini topdi. Aslida o'zbek, tojik va qirg'iz xalqlarining umumiy tarix, madaniyat va ma'naviy qadriyatlar, o'zaro hurmat doimo birlashtiradi. Jahongir Sobirov, Faridun Parpiyev, Batkent viloyatidan maxsus O'zbekiston 24 telekanali uchun tayyorlandi.